Bugun men siz bilan juda muhim masalani gaplashaman. 1 avgustdan pensiyalar yana oshirilishi, ya'ni yil ichidagi ikkinchi indeksatsiya masalasi. Bu xabar faqat pensionerlarga emas, balki ota-onasi pensiya oladigan farzandlarga, o'quvchisini yo'qotgan oilalarga, nogironlik pensiyasi oluvchilarga, ijtimoiy nafaqa oladigan fuqarolarga ham bevosita tegishli. Chunki pensiya oshsa, oilaning oylik byudjeti, doriga ketadigan pul, kommunal to'lovlar, oziq-ovqat xarajatlari va hatto qarzlarni yopish rejasi ham o'zgaradi. Shuning uchun bu videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men sizga kimning pensiyasi qancha o'sishi mumkinligi, kimlar albatta tekshirish kerakligi, qaysi holatlarda pul kechikishi yoki noto'g'ri hisoblanishi mumkinligi haqida oddiy tilda tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ma'lumotlarni vaqtida bilgan odam o'z haqini yo'qotmaydi. Avval pensiya masalasida eng katta muammo nimada edi? Ko'p odam pensiya miqdori bir marta belgilanadi va keyin davlat oshirsa, avtomatik ravishda hammaniki bir xil foizga ko'payadi deb o'ylaydi. Aslida pensiya tizimida bir nechta qatlam bor. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqalar, ustamalar, kompensatsiyalar, ish staji, ish haqi koeffitsiyenti, minimal pensiya chegarasi va bazaviy hisoblash miqdorlariga bog'liq ayrim to'lovlar. Shuning uchun oshirish e'lon qilinganda hammaning qo'liga tushadigan summa bir xil o'zgarmaydi. Ilgari ko'p hollarda pensionerlar indeksatsiyani yil davomida bir marta kutardi. Masalan, narxlar oshadi, oziq ovqat qimmatlashadi, dori-darmon narxi o'zgaradi, kommunal xizmatlar qimmatlashadi. Shundan keyin pensiya va nafaqalarni oshirish bo'yicha qaror qabul qilinadi. Lekin oxirgi yillarda inflyatsiya bosimi, bozordagi narxlar, kundalik xarajatlar tezroq o'zgarayotgani sababli yil ichida qo'shim indeksatsiya masalasi dolzarb bo'lib qoldi. Ikkinchi indeksatsiya degani shuki, pensiya oluvchilar yil boshida yoki oldingi bosqichda oshirilgan summadan keyin yana qayta ko'rib chiqilgan miqdorni olishlari mumkin. Bu yerda eng muhim savol, 1 avgustdan oshirilsa, pul qachondan hisoblanadi? Odatda bunday qarorlarda aniq sana ko'rsatiladi. Agar sana 1 avgust deb belgilansa, demak avgust oyi uchun pensiya yangi miqdorda hisoblanishi kerak. Lekin bank kartasiga tushish sanasi, pochta orqali yetkazish sanasi yoki mahalla bo'yicha tarqatish grafigi boshqacha bo'lishi mumkin. Ya'ni huquq 1 avgustdan paydo bo'ladi, ammo amaliy to'lov bir necha kun yoki ayrim joylarda keyin grafik bo'yicha berilishi mumkin. Shuni tushunish kerak. Kechikish bo'lsa ham, agar qarorda 1 avgustdan deb yozilgan bo'lsa, farq keyin hisoblab berilishi kerak. Endi asosiy o'zgarishga o'taman. Pensiya oshirilishi haqida gap ketganda, odamlar ko'pincha faqat bir raqamni eshitadi. Masalan, falon foizga oshadi dedi. Lekin men ekspert sifatida har doim aytaman, foizni eshitish yetarli emas. Siz o'zingizning eski pensiyangiz, ustamalaringiz va qaysi turdagi to'lov olayotganingizni bilishingiz kerak. Chunki pensiya 10% ga oshdi degan gap har bir odamning cho'ntagiga bir xil pul qo'shiladi degan emas. Kimdir 800 ming so'm olgan bo'lsa, 10% oshish 40 ming so'm atrofida bo'ladi. Kimdir 2 million so'm olgan bo'lsa, 10% oshish 200 ming so'm bo'ladi. Ammo minimal pensiya chegarasi ijtimoiy nafaqa yoki alohida ustamalar bo'yicha tartib boshqacha bo'lishi mumkin. Ikkinchi indeksatsiyaning asosiy maqsadi odatda aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamining narxlar o'sishidan himoya qilishdir. Ochiq aytish kerak, pensionerning xarajati yosh odamnikidan farq qiladi. Yosh odam xarajatni qisqartirishi, qo'shimcha ish qilishi, ayrim narsani keyinga qoldirishi mumkin. Lekin pensioner dori ichmasa bo'lmaydi. Qon bosimi, yurak, qand kasalligi, bo'gim og'rig'i kabi doimiy xarajatlar bor. Oziq-ovqatda ham tejashning chegarasi bor. Shuning uchun pensiya indeksatsiyasi oddiy raqam emas, bu ijtimoiy barqarorlik masalasi. Masalan, bir onaxon oyiga 1 million 200 ming so'm pensiya oladi deylik. Uning 2,5 ming so'mi doriga, 1,5 ming so'mi kommunal to'lovlarga, 600 ming so'mi oziq-ovqatga, qolgan qismi nabiralarga mayda yordam yoki yo'l xarajatlariga ketadi. Agar oziq-ovqat narxi oyma-oy oshib borsa, 1 million 200 ming so'mning real qiymati pasayadi. Pensiya 10% ga oshsa, u 1 million 220 ming so'm atrofida bo'ladi. Bu odam boyib ketdi degani emas, lekin kamida dori xarajatining bir qismini yopishga yordam beradi. Shu sababli indeksatsiya aynan real hayotdagi bosimni yengillashtirish uchun qilinadi. Yana bir misol, bir otaxon 2 million 400 ming so'm pensiya oladi. Chunki ish staji uzun, ilgari yaxshi oylik olgan.
Agar pensiya foiz asosida oshirilsa, uning qo'shimcha puli kattaroq ko'rinadi. Lekin bu yerda ham shuni unutmaslik kerakki, yuqori pensiya oladigan odamning xarajatlari ham oilaviy vaziyatga bog'liq. U yolg'iz yashaydimi? Turmush o'rtog'i ham pensiya oladimi? Uyda nogiron farzand bormi? Dori xarajat qancha? Bular hammasi ahamiyatli. Davlat formulasi umumiy bo'ladi. Lekin har bir xonadondagi ta'siri alohida seziladi. Birinchi navbatda yoshga doir pensiya oluvchilar e'tibor berishi kerak. Agar siz oddiy yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsangiz, yangi miqdor avtomatik hisoblanishi kerak. Lekin avtomatik degani umuman tekshirmasa ham bo'ladi degani emas. Men har doim maslahat beraman. Eski summani yozib qo'ying. Avgustda tushgan summani alohida ko'ring. Agar farq tushunarsiz bo'lsa. Pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki rasmiy elektron xizmatlar orqali murojaat qiling. Ayniqsa bank kartasiga tushadigan pensionerlar SMS'dagi summaga qarab qolmasin. Chunki ayrim hollarda bank komissiyasi, oldingi qarzdorlik ushlovi yoki boshqa to'lovlar bilan chalkashlik bo'lishi mumkin. Ikkinchi guruh nogironlik pensiyasi oluvchilar. Bu yerda nogironlik guruhi mehnat staji, kasallik yoki jarohatning sababi, tibbiy mehnat ekspert komissiyasi hujjatlari va muddati muhim. Agar nogironlik pensiyasi muddat qayta ko'rikdan o'tishga bog'liq bo'lsa, siz hujjat muddati tugab qolmaganini tekshiring. Chunki pensiya oshgan paytda hujjat muddati tugagan bo'lsa yoki ma'lumot bazada yangilanmagan bo'lsa, to'lovda kechikish bo'lishi mumkin. Bu pensiya oshmadi degani emas. Bu hujjat masalasi hal qilinishi kerak degani. Uchinchi guruh o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalar. Masalan, otasi vafot etgan 2 nafar voyaga yetmagan farzand pensiya oladi. Bu yerda har bir bola uchun hisob-kitob o'qish holati, yosh chegarasi, kunduzgi ta'limda o'qishi kabi masalalar ahamiyatga ega. Agar bola bu mintaki yoshdan oshgan bo'lsa, lekin kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, tegishli ma'lumotnoma vaqtida topshirilishi kerak. Aks holda pensiya to'xtab qolishi yoki qayta hisoblash kechikishi mumkin. Ikkinchi indeksatsiya bo'lganda ham avval huquq borligi tasdiqlanishi lozim. 4-guruh ijtimoiy nafaqa oluvchilar. Har bir nafaqa turi pensiya bilan bir xil tartibda oshmasligi mumkin. Masalan, yoshga doir pensiya boshqa, nogironlik nafaqasi boshqa, kam ta'minlangan oilalarga beriladigan yordam boshqa mezonlarga ega bo'lishi mumkin. Shuning uchun odamlar bir-biriga qarab xulosa chiqarmasin. Qo'shningizga 1-2 ming so'm qo'shilgan bo'lsa, sizga ham aynan shuncha qo'shiladi degani emas. Sizning to'lov turi, hujjatingiz, oilaviy holatingiz va avvalgi summa boshqacha bo'lishi mumkin. Agar siz pensiyani bank kartasi orqali olsangiz, hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsa, pasport ma'lumotlaringiz yangilangan bo'lsa, nogironlik yoki o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha muddatli hujjatlaringizda muammo bo'lmasa, odatda oshirilgan summa avtomatik tushadi. Buning uchun har bir pensioner alohida ariza yozishi shart bo'lmaydi. Yangi miqdor hisob-kitob tizimida qayta ko'riladi va to'lov grafiki bo'yicha yuboriladi. Lekin men bu yerda ehtiyotkorlikni tavsiya qilaman. Xavotir olmaslik boshqa, nazorat qilmaslik boshqa. Pensiya tizimida millionlab oluvchilar bor. Ma'lumotlar turli idoralardan keladi. Banklar, pochta, mahalla, tibbiy komissiya, ta'lim muassasalari bilan bog'liq jarayonlar bor. Texnik xatolik ham uchrasa ham butunlay yo'q deb bo'lmaydi. Shuning uchun pensioner yoki uning farzandi bir marta summani tekshirsa, bu ortiqcha ish emas. Endi oddiy raqamlar bilan tushuntiraman. Tasavvur qiling, bir kishi 900 ming so'm pensiya olgan. Agar indeksatsiya 10% bo'lsa, yangi summa taxminan 990 ming so'm bo'ladi. Farq 90 ming so'm. Lekin agar shu kishining pensiyasiga alohida ustama yoki kompensatsiya qo'shilgan bo'lsa, hammasi bir xil foizga oshmasligi mumkin. Ayrim to'lovlar asosiy pensiya bilan birga indeksatsiya qilinadi, ayrimlari belgilangan miqdorda qolishi mumkin. Shu sababli haqiqiy farq 90 mingdan biroz ko'p yoki kam chiqishi ehtimoli bor. Ikkinchi misol. Ayol kishi 1 million 500 ming so'm pensiya oladi. U tayil ish stajiga, lekin ish haqi koeffitsiyenti juda yuqori bo'lmagan. Agar oshirish unga foiz bo'lsa, taxminan 190 ming so'm qo'shiladi va pensiya 1 million 690 ming so'mga yaqinlashadi. Endi bu 190 ming so'm nimani hal qiladi? Masalan, bir oylik qon bosimi dorisi 70 ming so'm, qand kasalligi uchun dorilar 90 ming so'm, yo'l xarajati 2 ming so'm bo'lsa, aynan shu qo'shimcha pul bir nechta muhim ehtiyojni yopadi. Shuning uchun pensiya oshishi kichik ko'rinsa ham, uy byudjetida sezilarli ta'sir qiladi. Uchinchi misol. Boquvchisini yo'qotgan oila 2 farzand uchun jami
1 million 1 ming so'm bo'ladi. Indeksatsiyadan keyin bu summa 1 million 230 ming yoki 1 million 250 ming so'm bo'lishi mumkin. Aniq miqdor formulaga bog'liq. Lekin bu oilada muhim nuqta bor. Katta farzand kollej yoki universitetda kunduzgi o'qishda bo'lsa, o'qish ma'lumotnomasi vaqtida topshirilishi kerak. Aks holda tizim uni huquqdan chiqqan deb ko'rishi mumkin. Keyin ona borib tushuntiradi, hujjat olib boradi, qayta tiklanadi, lekin vaqt ketadi. Shu sababli indeksatsiya davrida hujjat masalasi ayniqsa muhim. 4-misol. Nogironlik pensiyasi oluvchi fuqaro 1 million 300 ming so'm oladi, lekin uning nogironlik guruhi bo'yicha qayta ko'rik sanasi avgustga to'g'ri keladi. Agar u tibbiy ko'rikdan vaqtida o'tmasa, pensiya oshganini kutib o'tiradi. Lekin to'lovda pauza paydo bo'lishi mumkin. Keyin hujjat yangilansa, ayrim hollarda qayta hisob-kitob qilinadi, lekin odam 1 oy yoki 2 oy pul kutib qolishi mumkin. Men bunday vaziyatlarda oldindan harakat qilishni maslahat beraman. Tibbiy hujjat, shifokor xulosalari, komissiya sanasi, pasport ma'lumotlari hammasi tayyor bo'lsin. Eng katta nozik jihat shuki, hamma oshirishni bir xil tushunadi. Lekin qaror matnida ko'pincha aniq toifalar yoziladi. Masalan, yoshga doir pensiyalar, nogironlik pensiyalari, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyalari, ijtimoiy nafaqalar, minimal miqdorlar, bazaviy miqdorlar alohida sanab o'tilinishi mumkin. Agar sizning to'lovingiz ana shu ro'yxatga kirsa oshiriladi. Agar boshqa dastur bo'yicha yordam olayotgan bo'lsangiz, uning tartibi alohida bo'lishi mumkin. Yana bir nozik masala. Pensioner ishlayotgan bo'lsa, pensiya oshishiga ta'sir qiladimi? Odatda yoshga doir pensiya olib ishlayotgan fuqarolar ham belgilangan tartibda pensiya oladi. Lekin ayrim ustamalar soliq ish joyidan ma'lumot, qayta hisoblash masalalari bo'lishi mumkin. Agar siz pensiya yoshida ham ishlayotgan bo'lsangiz, ish stajingiz keyin qayta hisoblashga asos bo'lishi mumkinmi? degan savolni ham tekshirtiring. Chunki ayrim odamlar yillar davomida ishlaydi. Lekin pensiyani qayta hisoblatish masalasini unutadi. Indeksatsiya alohida ish staji bo'yicha qayta hisoblash alohida masala. Keyingi muammo, pasport yoki ID karta ma'lumotlari. Agar fuqaro pasportini almashtirgan, familiyasini o'zgartirgan, yashash manzilini boshqa tumanga ko'chirgan bo'lsa, pensiya faylida eski ma'lumot qolib ketmasligi kerak. Bunday holatda bank kartasi ishlashi mumkin. Lekin idoralararo ma'lumot almashinuvida xatolik chiqishi ehtimoli bor. Ayniqsa boshqa viloyatga ko'chib o'tgan pensionerlar pensiya ishini yangi yashash joyiga o'tkazgani tekshirish kerak. Bank kartasi bilan bog'liq holatlar ham bor. Ba'zi pensionerlar kartasining muddati tugaganini bilmaydi. Pul hisoblanadi, lekin karta faol bo'lmagani uchun yechib olishda muammo bo'ladi. Ba'zilar telefon raqamini o'zgartirgan, SMS xabar kelmaydi, pul tushmadi deb o'ylaydi. Aslida pul tushgan bo'ladi. Shuning uchun bank ilovasini, bankomatni yoki bank filialini tekshirish kerak. Pochta orqali oladiganlar esa tarqatish grafiki bo'yicha bir necha kun farq bo'lishi mumkinligini bilishi zarur. Yana bir muhim jihat, qarzdorlik yoki ushlab qolishlar. Agar pensioner aliment, kredit, sud qarori, kommunal qarz bo'yicha majburiy ushlab qolishga tushgan bo'lsa, oshirilgan pensiyaning bir qismi ham ushlab qolinishi mumkin. Shunda odam pensiya oshmabdi deb o'ylaydi. Aslida brutto summa oshgan, lekin qo'lga tushgan netto summa ushlab qolish sababli kamroq ko'ringan bo'ladi. Bunday holatda pensiya jamg'armasidan hisob varaq bo'yicha ma'lumot, bankdan esa ushlab qolingan pul tafsilotini so'rash kerak. Yolg'iz pensionerlar va parvarishga muhtoj shaxslar bo'yicha ham nozik masalalar bor. Agar pensioner o'zi borib hujjat tekshira olmasa, farzandi yoki ishonchli vakil yordam berishi mumkin. Lekin vakillik qilish uchun ayrim hollarda ishonchnoma talab qilinadi. Telefon orqali hamma ma'lumotni beravermasliklari mumkin, chunki shaxsiy ma'lumot himoyasi bor. Shuning uchun oldindan pasport nusxasi, pensiya daftarchasi yoki karta ma'lumotlari, ishonchnoma masalasini tartibga solish foydali. Endi eng kerakli qism, siz hozir nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, eski pensiya summangizni aniq yozib oling. Taxmin bilan emas, oxirgi oyda qo'lingizga tushgan aniq summani yozing. Agar bank kartasiga tushsa, bank ilovasidan yoki SMS-dan ko'ring. Agar pochta orqali olsangiz, kvitansiya yoki tarqatish ro'yxatidagi summani eslab qoling. Bu sizga avgustdagi farqni solishtirish uchun kerak bo'ladi. Ikkinchi qadam, qaysi turdagi to'lov olayotganingizni aniqlang. Yoshga doir pensiyami, nogironlik pensiyasimi, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasimi, ijtimoiy nafaqami yoki bir nechta to'lov birgalikdami? Ko'p odam o'z to'lov turini aniq bilmaydi. Lekin murojaat qilganda aynan shu savol beriladi.
Agar siz to'lov turini bilsangiz, masalani tezroq hal qilasiz. 3-qadam hujjatlarni tekshiring. Sizga pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya bo'yicha ma'lumot, bank kartasi, agar nogironlik bo'lsa, tibbiy mehnat ekspert komissiyasi hujjati. O'quvchisini yo'qotganlik bo'lsa, tug'ilganlik guvohnomalari va o'qish ma'lumotnomasi kerak bo'lishi mumkin. Agar ism familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh yoki familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjat ham kerak bo'lishi mumkin. Hamma hujjatni bir papkaga solib qo'ying. Bu oddiy ishdek tuyuladi, lekin amalda odamlar eng ko'p vaqtni aynan hujjat qidirishga yo'qotadi. 4-qadam avgust oyida tushgan pulni tekshiring. Agar yangi summa kutganingizdan kam bo'lsa, darhol xulosa chiqarmang. Avval 3 narsani tekshiring. Birinchisi, pul to'liq tushdimi yoki bir qismi keyin tushadimi? Ikkinchisi, ushlab qolish bo'ldimi? Uchinchisi, sizning to'lov turiga oshirish to'liq tatbiq etildimi? Shundan keyin pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. 5-qadam, murojaatni og'zaki gap bilan cheklamang. Agar sizda aniq shubha bo'lsa, yozma murojaat qiling. Murojaatda shunday yozish mumkin: men falon ism familiyali fuqaro, falon tumanda yashayman, falon turdagi pensiya olaman. 1 avgustdan belgilangan indeksatsiya bo'yicha pensiyam qayta hisoblangan yoki hisoblanmaganini tekshirib berishingizni so'rayman. Shuningdek, eski pensiya miqdori, yangi tushgan summa va farq bo'yicha izoh berishni so'rayman. Murojaatda telefon raqamingizni, manzilingizni va pasport ma'lumotlaringizni to'g'ri ko'rsating. 6-qadam, rasmiy manbalardan foydalaning. Internetda ko'p sarlavhalar bo'ladi. Pensiya falon million bo'ldi. Hammaga falon pul beriladi. 1 avgustdan hamma qo'shimcha pul oladi degan gaplar yuradi. Men sizga qat'iy aytaman. Faqat rasmiy qaror, rasmiy idora xabari va shaxsiy hisob kitobingizga tayaning. Kimdir videoda yoki guruhda aytgan raqam sizning holatingizga mos kelmasligi mumkin. Ayniqsa firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Pensiyani oshirib beraman, navbatga qo'yaman, hujjatingizni tezlashtiraman deb pul so'rasa, bunday odamlarga ishonmang. Pensiya qayta hisoblash davlat tartibi asosida qilinadi. 7-qadam, farzandlar ota-onasiga yordam bersin. Ko'p pensioner telefon ilovasini ishlatmaydi, SMS'ni o'qimaydi, bankka borishga qiynaladi. Farzandlar bir marta ota-onasining pensiya summasini tekshirib, karta muddat tugamaganini ko'rib, hujjatlarni tartibga solib qo'ysa, katta muammoning oldi olinadi. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Pensioner 3 oy pul kam tushyapti deb yuradi. Keyin ma'lum bo'ladiki, bank ushlovi bor yoki hujjat yangilanmagan. Buni vaqtida tekshirish mumkin edi. Birinchi noto'g'ri tushuncha, pensiya oshsa, hammaning qo'liga bir xil pul qo'shiladi. Yo'q, pensiya miqdori avvalgi summaga, to'lov turiga va qo'shimcha ustamalarga bog'liq. Shuning uchun qo'shningiz bilan o'zingizni bevosita solishtirmang. Ikkinchi noto'g'ri tushuncha, agar avgustning 1-kuni pul tushmasa, demak oshirish bo'lmadi. Bu ham to'g'ri emas. To'lov grafigi, bank amaliyoti, pochta jadvali bo'lishi mumkin. Muhimi, hisob kitob qaysi sanadan yuritilgani. 3-noto'g'ri tushuncha, pensiya jamg'armasiga borsam, darhol ko'proq pul qilib beradi. Yo'q, idora faqat qonuniy hisob kitobni tekshiradi. Agar xatolik bo'lsa, tuzatadi. Agar hujjat yetishmasa, hujjat so'raydi. Agar hammasi to'g'ri bo'lsa, sizga izoh beradi. Shuning uchun murojaatga aniq savol bilan boring. 4-noto'g'ri tushuncha, ijtimoiy tarmoqlardagi jadval hamma uchun yakuniy hisoblanadi. Yo'q, jadval umumiy tushuncha beradi, lekin shaxsiy pensiya ishi alohida hisoblanadi. Sizning ish stajingiz, o'rtacha ish haqingiz, pensiya tayinlangan sana va hujjatlaringiz hal qiluvchi ahamiyatga ega. Men ekspert sifatida 3 ta narsani alohida ta'kidlayman. Birinchisi, indeksatsiya pensionerning haqidir. Iltimos yoki sovg'a emas. Agar qonuniy qaror bilan oshirish belgilansa, fuqaro uni olish huquqiga ega. Shuning uchun odamlar tortinmasdan tekshirishi, so'rashi va tushuntirish talab qilish kerak. Ikkinchisi, hujjat tartibi juda muhim. Pensiya tizimi his-tuyg'u bilan emas, hujjat bilan ishlaydi. Siz haq bo'lishingiz mumkin, lekin hujjat bazada ko'rinmasa, to'lov kechikadi. Shuning uchun o'qish ma'lumotnomasi, nogironlik xulosasi, pasport ma'lumoti, bank rekviziti va yashash manzili doim yangilangan bo'lishi kerak. Uchinchisi, har bir oshirishdan keyin oilaviy byudjetni qayta ko'rish kerak. Qo'shimcha pul tushishi bilan uni mayda xarajatlarga sarflab yubormang. Avval doimiy dori, kommunal to'lov, oziq-ovqat, qarzdorlik va zarur tibbiy ko'rik xarajatlarini rejalashtiring. Pensiya oshishi katta daromad emas, lekin to'g'ri taqsimlansa, oy oxiridagi bosimni kamaytiradi. Demak, 1 avgustdan pensiyalar yana oshirilishi va
ikkinchi indeksatsiya masalasi har bir pensioner oilasi uchun juda muhim. Asosiy narsa shuki, oshirish bo'lsa, u odatda avtomatik hisoblanadi. Lekin siz baribir eski va yangi summani solishtirishingiz, hujjatlaringizni tekshirishingiz, bank kartangiz faol ekaniga ishonch hosil qilishingiz va tushunarsiz farq bo'lsa, yozma murojaat qilishingiz kerak. Kimdir ko'proq, kimdir kamroq qo'shimcha olishi mumkin. Chunki pensiya turi avvalgi summa, ustamalar va hujjatlar har xil. Sizlardan iltimosim, kommentariyada yozing. Hozir qancha pensiya olasiz va 1 avgustdan qancha oshishini kutyapsiz? Sizning hududingizda to'lovlar vaqtida tushyaptimi yoki kechikishlar bormi? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qo'shnilaringizga, pensioner tanishlaringizga yuboring. Bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam o'z haqini vaqtida talab qila oladi.